Do'stona har doim aytadilar. Bizlarda har doim qo'rquv, judayam uyalish, xursand bo'lish, yig'lash, har xil his-tuyg'ularimiz bor. Lekin ularni umuman birontasini yo'q qila olmaymiz. Ayniqsa qo'rquv, judayam hayajonlanish, shubha, gumon, bular hammasi insoniyatda bor. Lekin biz uni yo'q qila olmaymiz. Faqat uni kontrolga olamiz. Balansirovka qilib yuramiz. Mana shuni o'rgangan sari inson o'shani kontrolga olishni o'rganar ekan. Durdona opa. Men mana shu joyda video olyapman. Sizga juda ham katta rahmat. Meni mana shuncha yildan beri podдержка qilib, mana tekin gruppangizda darslar o'tayotganingiz uchun, meni savollarimga javob berib, meni yordam berayotganingiz uchun juda ham katta rahmat aytaman. Men mana shu holatimga yetishni juda ham xohlardim. Mana shu video olishdi, mana shu erkin his qilishdi, mana bu publika oldida hayajonlanmaslikda, o'sha juda ham qo'rqib burchakka yashimamaslikda juda ham xohlardim va erishdim mana shunga. Tirikman, nafas olyapman. Всем пока.